Ko'pchilik quyosh panelini sotib olib qo'yadi, lekin nega ishlamasligini bilasizmi? Hozir biz Alsalar bosh ofisining loyihalash bo'limidamiz. Bu yerda sizning kompaniyangiz uchun individual loyihalar chiziladi. Hozir loyiha mutaxassisi Azimjon aka qolgan ma'lumotlarni beradi. Assalomu alaykum aka. Marhamat. Assalomu alaykum. Biz loyiha bo'limida mijozlarni taklifiga binoan qanaqa quyosh panellari qo'yamiz, qanaqa inventor qo'yamiz, qay holda qo'yamiz, shu savollariga javob beramiz. Bu yerda maxsus simulyator programma dasturlari asosida yuqori aniqlikda quyosh panellarini energiya samaradorligi aniqlab beriladi. Bu maxsus simulyator dasturlar 95-100% aniqlikda o'rnatiladigan quyosh panellarini energiya ishlab chiqarishini hisoblab beradi. Azimjon aka, meni ham, mijozlarimizni ham qiziqtirgan savollar. Loyihalarni patkulish topshirasizlarmi? Yana o'rnatish uchun, ishga tushirish uchun qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? Ha, albatta, barcha loyiha hujjatlari patkulish holatida mijozlarimizga topshiriladi. Bunda hudud elektr tarmoqlaridan olingan texnik shart asosida qurilish va elektr ta'minot loyihalari ishlab chiqilib, shu asosida hudud elektr tarmoqlaridan maxsus tasdiqnoma olinadi. Agar siz ham aniq, to'g'ri va foydali energetika tizimini qilmoqchi bo'lsangiz, Alsalar kompaniyasi aynan siz uchun. Yashil energetika mahsulotlari haqida foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.